o'rog'imizda gazni vaqtida olib turibmiz. O'tgan oyda 20siga kelgan bo'lsa, bugun 21. 21da mana qabul qilib mana olamiz. Hammasi sharoitimiz juda ham yaxshi. Endi sovuqda nima qilamiz? Hayotimiz zo'r, yomon emas, nolimaymiz. Vaqtda kelgan narsani qadriga yetamiz. Allohga qishin, yozin. O'zlari endi men o'zim pensionerman, yoshim 74 ga kirgan. Uyimizga shuni tushirib o'zlari kirgizib berib ulab ketadi. Rahmat shularga. Endi o'g'limiz doim bu ishga bo'lmaydi-ku. Doim chiroyli qilib o'zlari qo'yib, yoqib berib ketadi. Gaz bo'lsa, ovqatimiz ham pishib turibdi vaqtda. Choyimiz ham taq. Hamma Bize rahmat gazchilarimizga, prezidentimizga rahmat. Ana vaqtiga choyim qo'yib, ovqatim pishirib beraman bolalarimga. Bize minnatdor gazchilarimizdan.